Agar birisi sizga biz yashayotgan bu dunyoning izchil bir turkum kishilarning kontroli ostida harakat qilayotganligini aytsa, siz ishonamsiz? Fransiya buyuk inqilobi, Amerikaning mustaqillik urushidan Birinchi dunyo urushigacha, Ikkinchi dunyo urushidan keyingi O'rta Sharq urushigacha 2008-yildagi dunyoviy pul muomala krizisi va ba'zi g'ayri o'lim voqealarining yuz berishini mushu kishilar bir qo'lli kontrol qilgan. Agar bularning hammasi rost bo'lsa, undaqda biz yashayotgan dunyo Chumin dunyosi degan filmning ko'chirilma nusxasi bo'lib qolmamdi. Bularning hammasini Amerikadagi Kalmilot qurilishi deb ataladigan tor bekatdan so'zlashga to'g'ri keldi. Bu haqiqiy ahvolni fosh qilishni jakarlagan tor bekatda hozir bor bo'lgan fan texnika va insonlar savodlarga jang e'lon qiladigan nurg'un mazmunlar bor. Masalan, yulduzlar sirtidagi hayotlikni ziyorat qilish, vaqt tonali, ongni kontrol qilish, yer sharidagi g'oyat zo'r o'zgarish qatorliqlar e'lon qilingan. 2010-yili 2-oyda tor bekatda tuyuqsiz bir ko'rinma chastota e'lon qilinib, biz azaldan o'ylab boqmagan ham ishonmaydigan haqiqiy ahvolni yechib berdi. Ko'rinma chastotada tor bekat qurg'uvchilarining biri bo'lgan Bell o'zining angliyalik birisining bergan bir parcha materialni topishib olganligini, uning bir dunyoviy tashkilot o'rtaq tuzish jamiyati hamda ularning butun dunyoni kontrol qilgan Anglo-Sakson planiga munosabatli ekanligini aytdi. O'rtaq tuzish jamiyati anglamoqqa bir sirliq tashkilotga o'xshaydi. Amaliyotda u haqiqatan dunyoviy xarakterli g'oyaviy tashkilot bo'lib, Angliya va Shotlandiyada barlik kelgan binokorlik hunarvanlar uyushmasi deb ataldi. Prinsip jihatda har a'zolarni qabul qildi. 1717-yili kommunizmchilar jamiyati Angliya poytaxti Londonda eng dastlabki 4-yachakini qurdi. 1723-yili kommunizmchilar jamiyatining tunji nizomnomasi rasmiy nashr qilindi. Keyin uyushma a'zolarining ko'payishiga ergishib, bu jamiyatning ta'sir kuchi asta-asta G'arbiy Yevropaga singib kirdi. O'rta Yevropa, Amerika qit'alari, oxiri butun dunyoga tarqalib, G'arbning siyosiy va diniy markazi bo'lib qoldi. O'rtaq tuzish jamiyati dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yuqori darajadagi tabiqalar va har qaysi davlatlarning sarxillarni qabul qilgan bo'lib, ular orasida o'zaro qarindosh munosabati intayin zich, hatto jafo mushaqqati birga bo'lish deyishga bo'ladi. Chunki ularning o'rtaq bir maqsadi bor. U bo'lsa o'rtaq tuzish yig'inini dunyoviy mehr-muhabbatlik tashkilot qilib qurib chiqish, a'zolarni xayr-saxovat qilish va o'z-o'zini takomillashtirish orqali butkul dunyoda shunday bir o'rtaq nishon bo'lgan ekan, ular kuchli iqtisodiy amaliy kuchni orqa terak qilish kerak. Albatta, ular aslida zardorlarning ichidagi zardorlar ustida puli kam emas, lekin ular yana butkul dunyoning iqtisodiy jon tomirini ching tutishni umid qiladi. Bu yerda yana ko'pchilik o'ylab boqmagan bir ishni deyish kerak. Odatdagi kishilarning qarashicha, hozir dunyoning pul muomala markazi Nyu-Yorkda bo'lishi kerak. Amaliyotda koni kapitalistik shahar London haqiqiy dunyo pul muomala markazi bo'lib, nurg'un olimlarning qarashicha Angliyaning poytaxti London amaliyotda Amerikaning iqtisodiy jon tomirini, hatto butkul dunyoning pul muomala sistemasini kontrol qilib turdi ekan. Kommunallar bo'lsa Londondan iborat bu pul muomala uçqanday taraqqiy qilayotgan joy yoki butun yer shari pul muomala sohasining markaziy nervisi orqali butun dunyo iqtisodining gullanishi yoki xaroblashishini kontrol qilib turdi ekan. Hozirgi zamon o'rtaq tuzish jamiyatining tijoratini 1922-yilda qurilgan Sef fondi jamiyati boshqardi. Uning orqasidagi xo'jayin Amerika pul muomala cho'ng paychak Rothschild jamiyatidan iborat. Amaliyotda bundoq muhim bir tashkilotga kim kirmoqchi bo'lsa, xohlagancha qatnasholmaydi, balki tonishtiruvchining tonishtirishi bilan kira oladi. Statistikaga asoslanganda o'rtaq tuzish jamiyatining yer sharida taxminan 6 milliondan ortiq o'xshash bo'lmagan irq, o'xshash bo'lmagan davlat tavalliki, o'xshash bo'lmagan rayon a'zosi bor ekan. Buning ichida Amerika ko'p sonliqni egallagan. Uningdan qolsa Angliya, Kanada qatorliq davlatlar. Albatta, ularning ichida jumguliqlar bor. Bizga tonish bo'lgan Napoleon, Newton, Mozart, Beethoven va Henry Ford, Edison, Bill Gates yana Amerikaning pul muomalasini kontrol qilgan Rothschild jamiyati. Hatto Yevropadagi nurg'un davlatlarning xon jamiyat a'zolarining hammasi o'rtaq tuzish jamiyatining a'zolari ekan. Amerika yuqori qatlam rahbarlari ishidimi xili ko'p sondagi o'rtaq tuzish jamiyatining a'zolari. Mustaqillik xitobnomasini imzolauvchilarning 9i o'rtaq tuzish jamiyatiga kirgan. Vazifa degan zo'ngtonlar ichida qaslab o'ldirilgan Lincoln bilan Kennedy'dan boshqa hammasi o'rtaq tuzish jamiyatining a'zolari edi. Shunga ba'zilar Lincoln Kennedy'ning o'limi bilan o'rtaq tuzish jamiyatining munosabati bor deb gumonlandi. Chunki o'rtaq tuzish jamiyati Amerika iqtisodini mahkam kontrol qilmoqchi bo'lgan. Lincoln bilan Kennedy Amerika dollarini kontrol qilish huquqini davlat ig'dorligiga o'tkazishni umid qilgan. Ba'zi xabarlarda Amerika Markaziy bankasi Amerika Federatsiya zapas pul komitetining butunlay xususiy xarakteri deyilgan. Amerika hukumati azaldan pay chekini iyligida tutmagan. Hatto Amerika pulini o'rtaq tuzish jamiyatining qarmog'idagi xususiy bankiga bostirgan. Belnanson materialda bu materialni ta'minlagan angliyalik London shaharlik hukumatda yuqori darajalik vazifa o'tagan. Albatta, u o'rtaq tuzish jamiyatining a'zosi bo'lib, 2005-yil 6-oyda Angliyaning Londonda o'tkazilgan bir qatimliq yuqori darajalik o'rtaq tuzish jamiyati a'zolari yig'inida qatnashgan. Bu bir qatimliq rasmiy yig'in emas, taxminan 25 dan 30 gacha odam qatnashgan. Angliya siyosiy sohasi, harbiy soha va boshqa sohadagi donliq shaxslarni o'z ichiga olgan. Kishilar bir cho'ng ustal oldida xili burunlar tuzib bo'lgan hamda yo'lga qo'yishga boshlagan bir planni muzokara qildi.
Ular planning ilgirlash ahvolini muzokara qilish jarayonida yo'liqqan masalalar va hal qilish loyihalarini muzokara qildi. Ya'ni bu plan Anglo-Sakson plani bo'lib, bu oshkorlovchini anglab boshqacha his qildingiz. Chunki bu planning mazmuni haqiqatan bek qo'rqinchli. Anglo-Sakson planidagi yadroliq plan 3-dunyo urushi bo'lib, bu qatimgi urush ilgirki dunyoviy urushga o'xshamaydi. Albatta, chunki u yadro quroli va bio qurollarni ishlatish urushi. Bu qatimgi urush O'rta Sharq urushidan boshlandi. Jungo bilan G'arb qarama-qarshi tarafda turdi. G'arb davlatlarining ig'vogarchiligi tufaylidan Jungo yadro qurolini qisqa muddatlik yadro qurol qilib, urushdan keyin bir mezgil urush to'xtatdi. Bu chog'da butun dunyo misli ko'rilmagan vahima va qalaymaqonchilik chiqib qoldi. Bu dal o'rtaq qutqizishliklarning G'arb dunyosini ijtimoiy va harbiy jihatdan kontrol qilishiga foydali. O'rtaq qutqizish jamiyati albatta Jungoga bo'lgan hujumni to'xtatmaydi, balki urush to'xtatish mezgilida maxfiy holda allaqachon tayyorlab qo'yilgan biologik qurollarni qo'yib berish mumkin. Biologik urushni qo'zg'agandan keyin Jungoliklarning ul aslalari va davlatning amaliy kuchini og'ir darajada ojizlashtirgan bo'ldi. Haqiqiy urush bu chog'da ondan boshlandi. Shuningdek keyingi yadro urush orqali ular dunyo umumiy nüfusining 20ni azaytishni umid qildi. Hozirgi yer sharidagi 7 milliard odam bo'yicha hisoblaganda 3 milliard 500 million odam urushda sababsiz o'lib ketdi. Albatta bu planning bir bosqichi. Xuddi oldingi ikki qatimliq dunyo urushiga o'xshash, ular butun dunyodagi umumiy nüfusni 500 million atrofiga tushirib, nima uchun butun dunyodagi nüfuslarning shuncha oz bo'lishini umid qildi? Oshkorlovchilar balkim zo'r yer shari xarakterli fizik voqealarga taqobil turish uchun bo'lishi mumkin deb qiyos qilgan. Masalan, yer shari magnit qutbining almashishi. Ammo bu xil ish yuz berib qolsa, cho'qim butkul insoniyat madaniyatini vayron qildi. Ammo bu ofat yuz bergan ekan, yana nima uchun kuch sarf qilib insonlar sonini muddatdan burun qisqartirishga to'g'ri keldi? Haliqi oshkorlovchining tushuntirishicha, ofatdan keyingi dunyoni qayta qurish uchun yangi dunyodagi kishilarning uzil-kesil o'rtaq qutqizish jamiyatining kontrolida keyingi 11500 yillik davriylikka qadam qo'ygan bo'ldi. U chog'da kimlar hayot qilib keyingi dunyodagi aholilarga aylana oladi? Buning javobi bo'lsa, o'rtaq qutqizish jamiyatining dastlabki barpo qiluvchisi oqtanliklar. Buni ularning tug'ilish dili bor bo'lgan irq ustunlik tuyg'usi deyishga bo'ldi. Bumi nima uchun ularning seriq tanlik junguliqlarni kuchining barcha chetga qaqqanligining sabablarining biri. Albatta, Keng Osiyo, Afrika va Janubiy Amerika qit'asidagi aholilar balkim o'zini o'zi yo'qotib qo'yishi mumkin. Ofatdan keyingi yangi dunyoni qayta qurish uchun Norvegiyaning shimolidagi Svalbard tog'i urug'liq iskilotida dunyodagi barliq o'simlik va ziroatlarning urug'larini muvofiq saqlanib qolgan. Amaliyotda yer shari nüfusini 500 million degan bu xabarga qisqartish to'g'risida necha 10 yil ilgari Amerikaning Jorjiya shtati Elbert noyisidagi bir sirliq tosh obidaga chiqqan. U 1980-yil yasalgan bir yurish xotir tosh obida bo'lib, ustiga inglizcha, ruscha, ibroniycha, xanzucha qatorliq 12 xil yozikda yangi insoniyat madaniyati xitobnomasi o'yilgan. Kishilar bu baloyi ofatdan keyin insoniyat madaniyatini qayta barpo qildi deyilgan. Bu 5 parcha g'oyat zo'r gigant tosh obidining har biri 16 futga yetadi. Eg'irligi 20 tonnadan oshadi. Buning ichida 4 parcha g'oyat zo'r tosh Angliyaning gigant tosh turklariga o'xshash bo'lib, obidiga butun yer sharidagi nüfusni 500 milliondan to'g'an kontrol qilish, aql farosat bilan ko'paytirish, sog'lomlik ahvoli va ko'p xilligini yaxshilash o'yilgan. Butun dunyodagi insonlar ittifoqlashishda o'xshash bir xil tilni qo'llanish kerak. Hissiyotni aql bilan kontrol qilib, e'tiqod, an'ana qatorliq barliq shaylar odil qonun orqali xalq va davlatni qo'g'daydi. Barliq davlatlar avtonomiyani amalga oshirish kerak deb yozilgan. Dunyolar orasidagi majrolar dunyo sudi orqali hal qilindi deb yozilgan.